Bugun sizlar bilan Statement of Financial Position haqida gaplashamiz. Financial Position Statementi bu korxonadagi assetlar va ularning moliyalashtirish manbalari bo'lgan liability and equity qanday tarkibdan iboratligini aks ettiradi. Kompaniyaning egalik qiladigan assetlar, ya'ni aktivlari yo majburiyatlar evaziga yoki o'zining xususiy kapital evaziga moliyalashtirilgan bo'ladi. Kelinglar, mana bu yerda Thomson Company'sining Financial Position Statementini ko'rib chiqamiz. Bu yerda Financial Position'da birinchi bo'lib standartga ko'ra non-current assetlar aks ettiriladi. Amountlarning barchasi mingga bo'lingan holatda ko'rsatilyapti. Aytaylik, kompaniyamizning total non-current assetlar, ya'ni uzoq muddatdagi egalik qiladigan aktivlarining qiymati 1,33 dollarni tashkil etyapti. Bu amountlarning 125 ming dollar kompaniyaning egalik qiladigan plantlar hisobidan, 598 ming dollar esa buildinglarni, 265 ming dollar land hamda 45 ming dollar amountdagi intangible assetlardan tashkil topyapti. Bu kompaniya tomonidan more than 12 monthsda, ya'ni 12 oydan uzoqroq bo'lgan muddatda egalik qilinadigan va kompaniya o'zida bu ishlab chiqarishda yoki ofis sifatida bilvosita va bevosita benefit oladigan assetlar hisoblanadi. Non-current assetlar kompaniyada less liquid bo'lgan assetlar, ya'ni pulga aylanish qobiliyati sekinroq bo'lgan aktivlar hisoblanadi. Current assetlar tarkibiga inventory, ya'ni omborxonadagi mahsulotlar, cash, kompaniyaning naqd hamda bank hisob raqamidagi pullari, receivables, bu kompaniyaning customerlardan on credit sale qilganligi natijasida hali receive qilishga ulgurmagan debt amountlari hisoblanadi. Prepaymentlar esa kompaniyaning future perioddagi sodir qiladigan qanaqadir xaridlarni oldindan to'langan qismi hisoblanib, accrued income'lar esa kompaniyaning ishni bajarib qo'ygan yoki xizmatni ko'rsatgan hali customerdan cashni, ya'ni bu receive qilish kerak bo'lgan cash main activity emas, other activity'larni receive qilish kerak bo'lgan cashlarning amountlari accrued income sifatida kompaniyaning financial position statementini current assetlar qismida aks ettirilyapti. Bundan ko'rinib turibdiki, kompaniyadagi mavjud bo'lgan 1,33 ming dollar non-current assetlar qiymatiga current assetlarining qiymati 464 mingni qo'shadigan bo'lsak, kompaniya jami 1,497 ming dollar qiymatdagi aktivlarga egalik qilar ekan. Current hamda non-current assetlarni qo'shadigan bo'lsak, kompaniya year endda, ya'ni period yakunlanganda o'z hisobida 1,497 ming dollarlik qiymatdagi aktivlarga egalik qilyapti ekan. 1,497 ming dollarlik qiymatdagi aktivlar nimalar evaziga moliyalashtirilgan? Ko'rib chiqamiz. Ko'rinyaptiki, hisobotda kompaniya bu 1,497 ming dollarlik egalik qiladigan aktivlarning 500 ming dollarini investitsion tashkilotlardan olgan loanlar, ya'ni qarzlar evaziga moliyalashtirilgan ekan. Bu qarzlar 12 oydan uzoqroq vaqt qaytarilgani uchun kompaniyada bu non-current liability'lar tarkibida aks ettirilyapti. Endi qolgan 415 ming dollar esa kompaniyaning current liability'lar hisobiga moliyalashtirilyapti. Current liability'lar tarkibiga 250 ming dollar bo'lsa, kompaniyaning on credit purchase qilgan evaziga supplierlarga hali to'lamagan qarzlari, to'lash kerak bo'lgan overdue debt amountlarni o'z ichiga olyapti. Tax amount'i bu 45 ming dollar tax authority'ga year endda hali shu yillardagi hisoblangan taxlar uchun to'lamagan tax bo'yicha qarzdorliklari, 50 ming dollar esa bankdan olgan short term period uchun olgan overdraft, ya'ni qisqa muddatli kreditlarini to'lanmagan qismi hamda short term liability'lar 12 ming dollarni tashkil etyapti. Bank overdraftlar kompaniyaning qisqa muddatli moliyalashtirish manbasi hisoblanadi. Short term liability'lar esa kompaniyaning qisqa muddatda bajarish kerak bo'lgan majburiyatlar. Masalan, tax authority'dan tashqari bo'lgan government body'lar uchun to'lab berish kerak bo'lgan majburiyatlarni mana shu akkauntning ichida aks ettiramiz. Keyingi akkaunt esa kompaniyaning accrued interest and energy expense'larini misol tariqasida ko'rsatilgan. Bu kompaniya ishlatgan elektr energiyasi va olgan qarzlardan hali year endda to'lab berishga ulgurmagan qarzlarning, majburiyatlarining qiymati hisoblanadi. Provision esa kompaniyadan future periodda outflow bo'ladigan liability'larning amount hisoblanadi. Mana shularning barchasi kompaniyaning 12 oy ichida bajarib berish kerak bo'lgan majburiyatlarini tashkil etyapti. Endi bundan xulosa qiladigan bo'lsak, kompaniyaning 500 ming dollarlik uzoq muddatlik hamda 415 ming dollarlik qisqa muddatli majburiyatlari mavjud ekan. Kompaniyada keyingi financial position statement elementi bo'lib equity'lar aks ettiriladi. Equity'lar kompaniyaning xususiy kapitali hisoblanib, bu yerda kompaniya moliyalashtirishni qancha qismining o'z mablag'lari evaziga moliyalashtirganini aks ettirib beradi. Share capital kompaniya aksiyalarining bozorga chiqarilgandagi nominal qiymati bu akkauntga aks ettirilyapti. Bularning qiymati bizning kompaniya misolimizda 360 ming dollarni tashkil etyapti.
Share Premium'da esa 80 ming dollar aks ettiriladi. Bu nimani bildiradi? Share Premium accounti kompaniyani nominal value aksiyasining nominal values hamda issue price o'rtasidagi positive difference'ni mana shu akkauntda biz aks ettiramiz. Revaluation surplus kompaniya hali yangi bo'lganligi uchun non-current assetlarni hali revaluate, ya'ni qayta baholangani yo'q ekan. Qayta baholashlardan olgan surpluslarning amount mana shu akkauntda ko'rsatiladi. 142 ming dollar esa kompaniyaning year endgacha, ya'ni yil yakunigacha ochilgandan boshlab yig'ilgan kumulativ profitlarning amount hisoblanadi. Ya'ni kompaniyadagi bor bo'lgan 1,497 ming dollarlik qiymatdagi aktivlarning 915 ming dollari non-current hamda current liabilitylar evaziga, qolgan 582 ming dollar esa o'z xususiy kapitali evaziga mollashtirganini bu report aks ettirib beryapti. Ma'lumotimiz foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi ma'lumotlar qaysi mavzuda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.